Good day, welcome to my today's lesson. Today we are going to learn about quantifiers. Bugun biz quantifiers mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Bu miqdor so'zlar degani. Miqdor so'zlar o'zi nima degani? Miqdor so'zlar bizlar uchun nega kerak degan savolga birinchi javob berib olishimiz kerak. Qoidaga qarang. A quantifier is a word that usually goes before a noun to express the quantity of object, for example, a little money. Quantifiers bu asosan otlardan oldin kelib, berilgan narsani yoki shaxsni miqdorini bildirib keluvchi so'z hisoblanadi. O'z nomi bilan miqdor so'zlar deyapti. Demak, asosan otlarni miqdorini bildirib keladi. Va miqdor so'zlarimiz juda ham ko'p. Shularni eng ko'p ishlatiladigan turlari bilan tanishib chiqamiz. E'tiborli bo'linglar. Be careful and listen carefully to today's our lesson. So, the first quantifier is much. Much. We use this word with only before uncountable nouns. Demak, much miqdor so'zimiz o'zbek tilida ko'p deb tarjima qilinadi va bu miqdor so'z doimo sanalmaydigan otlar oldidan ishlatiladi. Va asosan inkor va so'roq gaplarda ishlatiladi. Biz bemalol dara gaplarda ham ishlatishimiz mumkin, lekin asosan uni qoidasi bo'yicha inkor va so'roq gaplarda keladi. Sanalmaydigan ot. For example, much time, much paper, much news kabi so'zlarimizga aynan much ishlatiladi. Navbatdagi miqdor so'zimiz many. We use this many word with only countable plural nouns and in negative and question sentences. Xo'sh, many ham ko'p deb tarjima qilinadi. Muchdan farqi many sanaladigan ko'plikdagi otlar bilan birga keladi va bu miqdor so'z ham inkor va so'roq gaplarda ishlatiladi. For example, much water desak, many bottles deb beramiz. Bottle ya'ni baklashka yoki many books and others. Navbatdagi miqdor so'zimiz a lot of yoki lots of. Ikkalasini ham tarjimasi bir xil. A lot ofning qisqartmasi lots of yuradi. Bu miqdor so'zni ham sanaladigan ko'plikdagi ot va sanalmaydigan otlar bilan ishlatamiz. Va asosan darak gaplarda ishlatiladi. Ya'ni bu hozirgi ko'rib o'tirganingiz 3 ta miqdor so'zimizni ham tarjimasi bir xil, faqatgina ishlatiladigan otlar bilan farq qilinyapti va qanaqa gap turiga kelishiga qarab farqlanyapti. Aynan bu qoida siz mashq bajarganingizda so'roq gaplar, inkor gaplar yo darak gaplar kelganda aynan shu qoidaga bo'ysunadi. Lekin yana bir aytib o'tyapman, darak gaplarda ham much many ishlata olamiz, a lot ofni so'roq va inkor gaplarda ham ishlata olamiz. Keyingi miqdor so'zlarimiz a lot. A lot, it's adverb. It means it shows the frequency of verbs, actions. Demak, ish harakatni miqdorini bildiradi. Bu ravish hisoblanadi. Va bu ham ko'p deb tarjima qilinadi. Asosan gapni oxirida fe'ldan keyin keladi. For example, I played computer games a lot. Ko'p kompyuter o'yinlarini o'ynadim. Nimani? Aynan ko'p o'ynadim deyapmiz. Agarda biz a lot of deb bersak boshida gamedan oldin, demak, kompyuter o'yinlarini aynan ko'p kompyuter o'yin o'ynadim. Ko'proq o'ynadim desak, demak, computer gamesga emas, balkim playga nisbatan beriladi. Muchga ham xuddi shunday qoida bor. Much faqatgina otni emas, balkim a lotga o'xshab ma'nosi bir xil bo'ladi va bu ham fe'lni ifodalab keladi va gapni oxirida. Asosan a lot bilan much ko'p holatlarda often so'ziga teng bo'ladi. A little
kam deb tarjima qilinadi. Bu asosan sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi. E'tibor qiling, a little artikl bilan kelyapti. Bu kam, sanalmaydigan ot va sizda biror bir narsa bor, yetadi degani. Misol uchun, you have a little paper for copying some documents. Bunda sizda biroz, yana kam qog'oz bor. Ya'ni sizga aytaylik, sizga 5 ta qog'oz kerak va 5 tadan aytaylik 4 ta bor. Yetadi, lekin nimadir qilib chiqarsangiz bo'ladi. Lekin little deganiga qarang, little bu ham kam degan, sanalmaydigan ot bilan ishlatiladi, lekin bu bor sizga yetmaydi. Tasavvur qiling, siz yo'lga chiqdingiz, yoningizda bor yo'g'i 2000 so'm pul bor. Taksi bilan biror bir joyga borishingizga yetmaydi. Yoki do'konga kirdingiz, siz qanaqadir mahsulot olmoqchisiz. Yoningizda bor yo'g'i 5000 pulingiz bor, lekin aksincha u mahsulot kamida 20000 turadi. Mana bu bor sizda o'sha narsa, lekin yetmaydi. Little va a little ning farqini tushunib yetdik. Va yana qo'shimcha qoida, a little ni biz ish harakatni miqdoriga ham ishlata olamiz. Ravish bo'lib keladi, ozroq, ya'ni oz degan tarjimani beradi. For example, I can speak a little French. Demak, fransuz tilida ozroq gaplasha olaman. I speak a little, ozroq gaplasha olaman. Demak, mana bu holatda a little ham ravish vazifasida aynan ravishning miqdor so'zi ko'rinishda kelishi mumkin ekan. Endi bir eslab olaylik, much, a lot va a little so'zlarimiz ish harakatning miqdorini va qancha tez-tez bajarilishini ifodalab keladi. Ham otlarga miqdor so'z hisoblanadi. Navbatdagi miqdor so'zlarimiz a few va few. Bu ikkala miqdor so'z ham a little ga o'xshab ketadi, faqatgina a few countable plural noun, ya'ni sanaladigan ko'plikdagi otlar bilan ishlatib, sizda biror bir narsa bor va yetadi. Few esa sanaladigan ko'plikdagi otlar bilan ishlatilib, sizda biror bir narsa bor, lekin yetmaydi. Mana shu holatlarda ishlatiladi. Some biroz deb tarjima qilinadi. Asosan darak gaplarda ishlatiladi, lekin biz some'ni so'roq gaplarda ham ishlata olishimiz mumkin. Qachonki biz biror bir savol berayotganimizda undan tinglovchidan yes, ha degan javobni kutganimizda. Bu bir. Ikkinchisidan, biror bir narsani kimgadir taklif qilganimizda, bunda would you like, can I have, can you lend kabi so'roq gaplarda tarkib topadi, tarkibida keladi aynan some. For example, would you like some water? Biroz suv xohlaysizmi? Taklif beryapti biror bir narsani. Mana shu holatlarda biz some'ni ishlatamiz va some ikkala ot turi bilan ham ishlatiladi. It means both uncountable nouns and plural countable nouns. Our next quantifier is every. It means har yoki hammasi deb tarjima qilinadi. We use after every both uncountable nouns and singular countable noun, not plural noun. Demak, everydan keyin biz sanalmaydigan otni ham ishlata olamiz, lekin sanaladigan birlikdagi ot ketadi bu so'zdan keyin. Every book is interesting. Har bir kitob qiziqarli yoki hamma kitob qiziqarli. Ma'nosi ikkalasi ham tarjimada bir xil hisoblanadi, ya'ni farq hisoblanmaydi. Shuning uchun ham e'tiborli bo'ling. Every da sanaladigan birlikdagi ot ishlatiladi. Any biroz deb tarjima qilinadi. Bu ham sanaladigan ko'plikdagi ot va sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi. Any'miz so'roq gaplarda va inkor gaplarda asosan ishlatiladi. Darak gapda ham ishlatishimiz mumkin. Bunda any'ni tarjimasi xohlagan tarzda tarjima qilinadi. For example, I haven't got any books.
Menda kitob yo'q. Bir narsaga e'tibor qiling, anyimiz agar so'roq gaplarda kelsa gumon holatida tarjima qilinadi. Inkor gaplarda kelsa biroz tarjima yo'qolib yo'q degan tarjimada keladi. Hozirgina aytgan gapim I don't have any books. Menda kitoblar yo'q. Hech qanday kitob yo'q degan ma'noni bildiradi. Biroz kitob yo'q emas, balki hech qanday kitob yo'q deb tarjima qilinadi. Darak gapda ishlatilganda, for example, you can buy anything you want or any flower you want. Sen o'zing xohlagan gulingni sotib olishing mumkin. Xohlagan tarjimasida kelyapti. Mana shu holatda any ishlatiladi. No so'ziga qaraydigan bo'lsak, no yo'q deb tarjima qilinadi va bu ham birlik sanaladigan ko'plikdagi va sanalmaydigan otlar bilan ishlatiladi. Darak gapda ishlatilib ma'noni inkor qiladi va asosan there is, there are, have got gaplari tarkibida keladi. There is no water on the table. Stol ustida suv yo'q. Yo'q degan tarjimani bildiradi. Mana bu yerda aynan any, every, some so'zlaridan birikmali holatdagi so'zlarni hosil qilyapmiz. Bular aynan one so'zi qo'shilsa shaxsni bildiradi. Body qo'shilsa ham shaxsni bildiradi. Thing narsa, way joyni bildiradi. Anyone, anybody, no one, nobody ma'no jihatdan bir xil. Hech kim degani. Ikkalasini ham tarjimasi. Anything, nothing. Hech nima. Everyone, hamma. Everybody, hamma. Everything, hamma narsa. Someone, somebody, kimdir. Something, nimadir degan tarjimalarda keladi. Va bu so'zlarimiz they olmoshiga teng bo'ladi. Asosan shaxslarga murojaat qilganda, ya'ni body va one bilan yasalganlari they ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham ulardan keyin they ga teng bo'lsa ham keyingi gapda davom ettiramiz, lekin agar somebody, someone lardan keyin fe'l qo'ymoqchi bo'lsak, biz birlikdagi fe'lni qo'yishga majburmiz. Chunki ma'no jihatdan ular biriga teng, ya'ni bir degan ma'noga teng, singular ma'noga ega. Lekin olmoshga aylantirganimizda they bo'ladi. Hozirgacha ko'rgan miqdor so'zlarimiz much, many, sanaladigan otlar bilan asosan ishlatiladiganlarimiz, a lot of, a few, little, every, some, any, no kabi miqdor so'zlarimizda kamida miqdor otimiz 3 ta bo'lishi kerak. Kamida 3 ta bo'lishi kerak. Nega? Chunki hozir ikkitalik miqdor so'zlar uchun ishlatiladigan miqdor so'zlarimiz bor. Demak, yuqorida hozir o'rgangan miqdor so'zlarimizga, demak, yana aytib o'tyapman, 3 ta ot bo'lishi kerak, ya'ni miqdori kamida 3 ta bo'lishi kerak. Boz, ayza, nayzaga o'tdik. Boz, ayza, nayzada endi berilayotgan otlarning miqdori 2 tagina bo'lishi kerak. Bitta ham emas, 3 ta ham emas, balki 2 ta bo'lishi kerak. Boz ikkalasi ham deb tarjima qilinadi. Ayza ikkalasidan biri, nayza ikkalasi ham emas degan tarjimalarda yuradi. Boz and bilan kelganda ham deb tarjima qilinadi. For example, both Bob and Tony came to the party. Ham Bob, ham Tony bugun bazmga keldi. Asosan boz darak gaplarda ishlatiladi va sanaladigan otlarning ko'plik shakli ketadi. Ayza bilan or yuradi. You can go either this way or that way. Sen yo bu yo'ldan yo u yo'ldan ketishing kerak. Ya'ni either or yo degan tarjimani bildiradi. Neither so'zimiz darak gaplarda ishlatilib ma'noni inkor qiladi. Neither nor na degan tarjimani beradi. For example, you can go neither to the shop or nor to the market. Demak, sen na bozorga borasan, na magazinga borasan degan tarjimani beradi.
Mana bu yerda jadval holatida berib qo'yganman va qo'shimcha boshqa quantifierslarni ham qo'shib qo'yganman jadvalda, ya'ni uncountable noun bilan ishlatiladigan, countable va ikkalasi bilan ham ishlatiladigan miqdor so'zlarimiz berilgan. I think today's our lesson was very helpful, and be careful while you are using these quantifiers and improve your knowledge step by step. See you.